maktabda o'qiganingizda ta'tilni qanday o'tkazardingiz? Bugun esa sizni tengdoshlari orasida o'z mehnati bilan ajralib turgan bolalar bilan tanishtiramiz. Foydali ta'til loyihasining ilk qahramonlari bilan tanishing. Yozgi ta'til qanday o'tyapti? Nimalar bilan shug'ullanyapsizlar? Misol uchun qo'ylarimga qarayman, bo'sh vaqtimda dam olaman, o'rtoqlarim bilan ko'chada o'ynayman. Shunaqa qilib yozgi ta'tilni maroqli o'tkazyapman. Chorvachilik bilan shug'ullanib kelyapmiz yozgi ta'tilda. Chorvachilik bilan shug'ullanishni, ya'ni qo'y boqishni qachondan boshladingiz va kim sizlarga buni o'rgatdi? Uydagi oila a'zolarim, misol uchun bobom, amakim, dadajonim o'rgatishgan. 2 yil, taxminan 2-2,5 yil oldin boshlaganman. Rahmat, sizchi? Men 2 yil bobomlar, akamlardan o'rganib kelganman. Hozirgi kunda qo'ylaringizning soni nechta? Hammasi bo'lib 11 ta. Meniki va akamniki o'pshi 5 ta, meniki 2 ta, akamniki 3 ta. Akam sog'liq oldi, men esa bitta qo'chqor oldim. Men qo'chqorni semirtirgunimcha akamning qo'yi 2 taga ko'paydi. Qo'ylarni sog'lom yoki kasal ekanligini ham bilishlaringiz mumkinmi? Ha, bilaman. Misol uchun kasal qo'ylar unaqa ko'p yemaydi, ko'p harakat qilmaydi, har doim boshini egib xomush yuradi. Undan keyin ko'zlari yosh namlanmaydi, qurib qoladi. Agar sog'lom qo'ylarda esa burni ozgina namroq bo'ladi. Kasal qo'ylar ko'p yutaladi. Shunisi bilan farqlab olish mumkin. So'nggi 10 yilda qo'ylaringizning sonini nechtaga ko'paytirmoqchisiz? Bu endi vaziyatga qarab, keyin qancha ayol qo'ylar ko'p bo'lganiga qarab, lekin meni hozirgi kichik yoki yaqindagi maqsadim 50 ta qo'y qilish. Ya'ni Siznikichi? Meni maqsadimmi yaqindagi? Meni maqsadim o'zimning qo'yimni 10 taga ko'paytirish, o'zimning qo'yimni ko'p sog'liq qo'ylar olmoqchiman va ular bolalaydi. Shunday qilib men o'zim qo'ylarimni ko'paytirmoqchiman. Ta'tilda faqatgina qo'y bilan cheklanmasdan, mana uyimizning orqa tomonida 17 ta tovuq, ozgina katta bo'lib qolgan tovuqlarga ham qarayman. Bugungi mehnatingiz kelajakdagi orzularingizga qanday yordam beradi deb o'ylaysiz? Bugungi mehnatim kelajakdagi orzularimga moddiy taraflama ham ruhiy taraflama ham menimcha yordam beradi deb o'ylayman. Ruhiy taraflama deganimda kelajakda men ham o'zim shunday qo'ylarni boqishni tadbirkorlik deb hisoblayman. Tadbirkorlikni boshlashga hayajonlanmasdan, tavakkal qilmasdan muvaffaqiyatga erishaman deb o'ylayman. Men o'zimni kelajakda tadbirkor sifatida ko'raman. Men kelajakda banker bo'lmoqchiman. Bahor mahallasi yoshlari foydali ta'til loyihasida faol ishtirok etmoqda. Sayxunobodlik tengdoshlarimizchi?